Agar farzandingiz faqat shirinlik yeyman deb to'polon qilayotgan bo'lsa, unda unga Rikki bering. Kayfiyatingizni ko'taruvchi va mitti bolalarni dunyosini o'rganuvchi Mittilar ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Agar farzandlaringiz sog'lom rivojlanishni istasangiz, unda Numa Kids vitaminlarini tanlang. Biz boshladik. Tasavvur qilinglar, katta kemalar bor. Kemaga 3 ta dona odamni olsa bo'ladi. Kimni olasizlar? Men ojonimmi, dadajonimmi, yo ananagimmi? Nimanagimmi? Ananagimmi? Ojonimmi, oylarini. Nima deydi? Ananagim. Ananagim? Nima degani u ananagim? Oyma oyisi. Shunaqa deyiladi. Bu deyilmaydimi sizlarda? U qaysi viloyatda ananagim deyiladi? Turkiyada bu yer. Turkiyada? Turkiyada yashaysizlarmi sizlar? Endi ovqat qilamizmi hozir? Sizlar kimni olasizlar? Kelinglar. Habiba Amina. Men kedim olaman, ananagim olaman, bujamni olaman, 3 ta odam. oyimni olaman. 3 ta odam bo'ldi. Dadamni olaman. Ya bu sig'maydi, 3 ta odam. Sig'maydi. Men ojonimni olaman, ananagimni olaman. Hammani olaman, bujonimni olaman. Qoyil barakalla. Dadammi? Dodesi. Oyimmi? Buvimmi? Avaz dadammi? Avaz dodesi. Bo'ldimi? Siyningiz qolib ketadimi? Sinimmi? Sig'maydi-ku 4 ta-ku. Nima qilamiz? Hop, Komila siz kimni olib ketasiz? Opammi? Dadammi? Qudratbummi? Oyimmi? Shularni olib ketasiz, a? Qoyil barakalla. Adammi, oyimmi, buvammi? Buvammi, ota-onam keyin ada. 2 ta onam, 3 ta. Oyingiz, adangiz. Bo'ldimi? Ukangizchi? Ukam ham olib chiqaman. Qanaqa olib chiqasiz? 3 ta-ku. Olib chiqaman, baribir kichkina-ku. Kichkinalarni ham olib chiqaman. Manimi? Nima qilamiz keyin? Ko'fila ichamiz. Ko'fila ichamiz, shikalatlaymiz, maza qilib. Bo'pti, o'yin o'ynaymizmi? Ha. Habiba aylantiring, faqat sekin. Demak, savol yaxshilab eshitamiz. Avtobusda 10 ta odam bor edi. Avtobus bitta bekatda to'xtadi, 5 ta odam chiqib ketdi. Keyingi bekatda 3 ta odam chiqdi. Undan keyingi bekatda 3 ta odam chiqib ketdi. Savol. Avtobus nechta bekatda to'xtadi? 5 ta bekat. Odam 5. Yo'q, avtobus 3 ta bekatda to'xtadi. Oling. Birinchi. Yo'q. 3 ta bekatda to'xtadi avtobus. 4 ta. Yo'q. 3 ta. Olinglar. 3 ta. 2 ta. Yo'q. 3 ta. 2 ta bekatda. 3 ta-ku. Kim sizlarni himoya qiladi? Ojonim, keling. Kelingiz? Bizani toshda himoya qilaman degan o'zlari. Qoyil, barakalla. Buvam. Buvingiz qanaqa himoya qiladilar? Ko'p konfetlar bilanlar, ahlar bilanlar. Oyingiz sizlarni urishganlarida buvingiz yoningizga oladilar? Nima deb yoningizga oladilar? Ushmin deylar. Oyingiz nima deb urishadilar? Aka, unchalarni yiqtirmay olib ketdik. Baqilarlar. Nima deb baqiradilar? Unchalarni yiqmay tanlami, yiq oyog'ini tikitan olib keldilar. Keyin nima qilasizlar? Ketini olishdan botta qaytarilmay tikilib yiqib qo'yamiz. Qoyil, barakalla. Opam, Qanaqa qilib? oddiy Kimdir sizga baqirib qolsa, opingiz nima deydilar? ursadilar ular. Nima deb? Ularni. Keyin ursib ketsadi, keyin uyga kirib ketamiz.
oyim. Bizni buvamga borganimizda Ali'yla uyda kiyinayotganda konsertga ketayotganimizda bitta odam kelib menga zaharli kurt berdi dedi. Dovich deganda bitta soldi o'zimga urib. Keyin men uyga qochib kirdim-da, keyin tashlab yubordim bu kurtni. O'zimga shu kurt bilan tiqmoqchi bo'ldi. Ya tavba. Mana qo'ldan ko'payib ketdi. Buvamlarda bo'lgan o'sha voqea. Keyin nima qildingiz siz? Keyin uyga qochib kirdim-da, keyin u kurtni tashlab yubordim. O'ziga tiqqan payti qo'limga ushlaryapman. Uyda yeyman dedim-da, keyin shart aldab tashlab yubordim. Keyin u odamni bilmadilar, oyimga ko'chada o'ynab yurganini deb o'ylaganlar. Buvam Nima deb himoya qiladilar? katta bo'lsin deb. Katta bo'lsin deb. Xo'sh, demak, N harfidan boshlanadigan 5 ta ism aytib bering. Nigora bittasi. Nok. Ism. Ismda Nok ism emas-ku. Nok bu meva. Bilmayman endi. Bilmasangiz bittimi? Oling chiqing. Nima bu? Bo'lmasa? Nigora. Yana. Nilufar. Nilufar, barakalla, yana. Nilufar. Ne? Ne deyaptilar? Nozima. Nozima. Qoyil, yana nima? Nozima. Nozimani aytdinglar yana. Nok. Nok. Nok emas. Topinglar tezroq, o'zi yutqizib qo'ysin. 1 Nok. 2 Nozima. 3 Nozima. Nozima. Yutqizdinglar. Nima bu? Olyapti. Nima bu? Bo'pti, o'zingizlar biladigan 4 ta ism aytib beringlar chiqani. Asal. Asal, Komila. Komila, yana Hatice. Hadicha, yana Gulnaz. Gulnoz. Qoyil, barakalla, yutdingiz. Iforaxo uyingiz oldida tasavvur qiling, bitta begona odam mashinasini qo'yib ketdi-da. Siz uyingizga kira olmayapsiz. Nima qilasiz shunaqa? Oyimga telefon qilaman. Keyinchi. Kelib o'sha mashinani haydab anetga qo'yib ketadi. Mashinasini sindirib urib ketamiz. Bichora mashinasi qoladi-ku. Mashinasini sotib oladi-ki, yana boshqa mashina oladi. Mashinasini urib qo'yamiz. Urib qo'yasiz? Sinib qolsa-chi? Urmaymiz. O'sha otamni chaqiramiz, tepada qilamiz, mashinani chetlab qo'ying qilamiz, qo'yatchin qilamiz. Qoyil, barakalla. Adam chaqiramiz. Keyinchi. Adam olmosini endi deylarkan, o'taman. Chetldan o'tib ketiramiz. Sig'masangizchi? Sig'masa, orqasiga o'tiraman, nima surib qo'yaman, bo'ldi, o'tiraman. Savol. Biz yashayotgan sayyorani nomi nima? Bilmayman. Yer sayyorasi. Yerda yashaymiz-ku biz. To'g'rimi? Nima ekan nomi? Yer sayyorasi. Sayyora nima? Malikadagi yashaydigan. Yo'q, biz qaysi sayyorada yashaymiz? Nimada yashaymiz? Uyda? Masjidlarda yashaymiz. Ha? Hop, qaysi shaharda yashaymiz? O'zbekistonda yashaymiz. Hop, O'zbekiston qayerda joylashgan? Toshkentda. Toshkentda joylashgan. Yer sharida joylashgan. Yer sharida yashaymiz-da mana, yer shari, dumaloq bo'ladi. O'zbekiston. O'zbekiston qayerda joylashgan? Shakarda. Shahar qayerda joylashgan? Dumaloq. Katta. Bizning sayyoramiz yer deb nomlanadi. Yer. Olinglar. O'zbekiston qayerda joylashgan? Qaysi sayyorada? Yerda. Yerda, barakalla, qoyil. Yer sayyorasi.
Qoyil, barakalla, yutdingiz. Mahmuda xarakter nima degan? Muomalasini ko'rsatadi, to'g'rilaydi. Sizni xarakteringiz qanaqa? Yaxshi. Yaxshimi? Kimni xarakteri yomon? Qizchigami? Hammaniki yaxshi, juda ham yaxshi. Anaqa, o'zi bolam mashinada deydi. Qanaqa mashaqa? Mashinada ko'zi ko'r deydi. Shunaqa mashinaga tarbiya bermagan erim bolasi deydi. Masha deyiladi. Sizni xarakteringiz qanaqa? Meni xarakterim zo'r. Ukangizchi? Boshqalarniki xarakteri yomon bo'ladi, boshqalarniki zo'r bo'ladi. Mashina xarakter deyiladi. Qoyil. Ukangiz xarakteri qanaqa? Meniki faqat kimdir mamlaka gitara bor-ku, ana unchoram tanlashura. Nima olsam o'shani tanlasham. Tanlashadigan bor, lekin bu. Oyingizni quchoqlaganingizda oyingizdan nimani hidi keladi? Shirin hidi keladi. Shirin hid keladimi? Shampunni. Atir hid. Bu yuzni nima deysiz? Ana quchoqlasangiz nimani hidi keladi? Atir gulla. Atir gulla. Atir. Bu yuzni quchoqlaganingizda-chi? Atir. Do'dingizni quchoqlaganingizda-chi? Atir. Hamma atir separ ekan-a? Kimni atiri ko'proq uyda? Atamni. Adangizmi? Juvachkani hidi keladi. Yo, chesnoqi hidi keladi. Chesnoqi? Oyingiz chesnoq yedilarmi? Nega? Chunki chesnoqni ovqat bilan qo'shib yeydi. Sassiq bo'ladi. Agar juvachka choyingiz zo'r bo'ladi. Atirimi? Bu yuzni quchoqlaganingizda-chi? Pomada. Pomadani hidi keladimi? Nega oila kechqurun yig'laydi? Yig'lamaydi. Shuncha. Dadajonim bir marta kechalarda 5 yillar men uyda bo'lganlar uchun ketganlarga Rossiyaga yig'laganlar. Oyingizmi? Yig'laganlar. Sog'inadilar, to'g'rimi dadasi? Bir kun ketdilar, kechasi yig'ladilar-da. Kechasi ketdilar, kechasi yig'ladilar. Keyin nima qildingiz siz? Yo'q, yig'lamayman degandim. To'ppa-to'g'ri. Qoyil, barakalla. Atamni toqil tanlay uchun. Nima uchun? Atamni toqil tanlay uchun. Adangizni sog'inganlari uchun yig'laydilarmi? Yo'q, qoyil. Nimaga adangizni sog'inadilar? Akal ishdan kimik qoldali. Bilincha ishda qilib, choyxonada tetali, choyxonadan tetkiling qilib baqiradilar. Nima deb baqiradilar choyxonada? Oyingiz baqiradilarmi? Nima deb baqiradilar oyingiz? Tetkiling bu yoqda bitta qapim bor qiladilar. Keyinchi? Kelmaydilarmi? Keyin yig'laydilar. Sog'inib yig'laydilar-da, to'g'rimi? O'zlarini oilalarni sog'inadi. O'shaning uchun yig'laydilar. Napisa degan buvam bor edi. O'sha onalari o'tib qolgan edi. O'shaning uchun yig'laydi. Har kuni bittada yig'laydi. Boshqa narsada yig'lamaydi. Yaxshi bilan yomon odamni qanaqa qilib ajratib olsa bo'ladi? Yomonni chumiltirib yoqtiga qo'yadi, yoqtini ham chumiltiradi, qo'lini tutadi, yashaydi. Cho'miltirib qo'ysa yaxshi bo'lib qoladi-a? Qoyil, barakalla. Yaxshi, yomonga ham. Kim? Men bilmayman, kimdir ajratadi, men ajratolmayman. Ajratolmaysiz-a? Qiyin hozir ajratish. Farzandingizda gijja va parazitlar alomatlari kuzatilayotgan bo'lsa, unda Riki antiparazitar mahsuloti sizga yordam beradi. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar siz farzandingizda mittilar ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, unda internet tarmoqlari orqali yoki quyidagi raqam orqali murojaat qiling. Xayr, salomat bo'ling. Gijja va parazitlardan xalos bo'lmoqchimisiz? Unda farzandingizga Rikki bering.